Iqrornoma. Ikkinchi qism. Vaqt soati kelsa, men hayotim tarixini hikoya qilib beraman. Yoshligimdagi 10 yillik umrim juda ibratli va ta'sirchan kechgan. O'ylaymanki, mening ko'nglimdan kechgan tuyg'ularning ko'pi boshqalardan ham kechgan. Men butun qalbim bilan yaxshi bo'lishga intilgandim. Ammo Ammo men yosh edim, hirslarimga asir edim, ammo yaxshi bo'lish yo'llarini izlaganimda yolg'iz edim, mutlaqo yolg'iz edim. Har gal qalbimdagi eng yaxshi mayllarimni, ya'ni ma'naviy jihatdan yaxshi bo'lmoqchi ekanimni namoyish qilsam, meni mazax qilishar va menga nafrat bildirishardi. Yomon ehtiroslarga beriladigan bo'lsam, har gal meni maqtashar va rag'batlantirishardi. Manfaatparastlik, shuhratparastlik, hokimiyatparastlik, shahvoniyat, mutakabbirlik, g'azab, intiqom bularning hammasi hurmatga sazovor edi. Bular hislarga berilganimda men katta odamlarga o'xshab qolardim va mendan mamnun ekanlarini his qilardim. Men xolajonim bilan birga turardim. Qo'y og'zidan cho'p bo'lmagan bu pokiza ayol hamisha menga bir tilak bildirar. Er ko'rgan ayol bilan aloqada bo'lishingni istamayman, chunki boadab ayol bilan aloqa qilgan yigitning savodi tez chiqadi, derdi. U menga yana bir toifa baxt tilardi. Mening adyutant bo'lishimni, bo'lganga yarasha podshoning adyutanti bo'lishimni istardi. Uning menga tilagan eng katta baxti shu ediki, mening juda ham badavlat qizga uylanishimni istar, bu uylanish oqibatida menda son-sanoqsiz pullar bo'lishini xohlar edi. Dahshatsiz, ijirg'anmasdan, yurak zil ketmasdan shu yillarni eslayolmayman. Men urushdan odam o'ldirganman, o'ldirmoq niyatida duelga chaqirganman, tasarrufimdagi mujiklarni qartada boy berganman, ularning mehnati evaziga yashaganman, ularni qatl etganman, fahsh ishlar bilan shug'ullanganman, aldanganman, yolg'onchilik, o'g'irlik, har xil rangdagi zinokorlik, ichkibozlik, zo'ravonlik, qotillik. Men qilmagan jinoyat qolgan emas va buning hammasi uchun meni maqtashgan tengdoshlarim meni nisbatan vijdonli odam deb hisoblashgan va hozir ham shunday hisoblashadi. Shu ahvolda 10 yil yashadim. Bu davr mobaynida shuhratparastligim, manfaatparastligim, mutakabbirligim vajidan yoza boshladim. Hayotda nima noma'qulchilik qilgan bo'lsam, yozganlarimdan ham shuni yozdim. Men shunday qildim. Men yozgan narsalarimda loqaydlik pardasi ostida va hatto jinday istehzo aralash yaxshilikka intilishlarimni necha martalab yashirib ketganman. Holbuki yaxshilikka intilish hayotimning mazmunini tashkil qilardi. Shu yo'l bilan shuhratga erishdim. Meni maqtadilar. 26 yoshga to'lib, urushdan keyin Peterburgga keldim va yozuvchilar bilan topishdim. Meni o'zlariga yaqin olib qarshilashdi, xushomadlar qilishdi. Bir aylanib ulgurmasimdan men topishgan odamlarning hayotga mutakabbirona qarashlarini o'zgartirib oldim. Yaxshiroq bo'lish borasida qilgan hamma avvalgi urinishlarim tag-tugi bilan xayolimdan uchdi ketdi. Ushbu qarashlar beboshlik bilan kechirayotgan umrimga qo'shilib, bu hayotni oqlaydigan nazariyaga aylandi. Yozuvchilik borasidagi bu sheriklarimning hayotga qarashi shundan iborat edi. Umuman hayot o'z yo'lida rivojlanib boradi va uning bu rivojida biz, ya'ni fikrlovchi odamlar asosiy ishtirokchilar sifatida ko'rinamiz. Fikrlovchi odamlar orasida esa biz san'atkorlar, shoirlar asosiy ta'sir kuchiga egamiz. Zimmamizdagi burchimiz odamlarni o'rgatish. Ammo bunda o'zingga o'zing beriladigan savol ko'ndalang bo'lishi mumkin. Xo'sh, men o'zim nimani bilaman, u odamlarga nimani o'rgataman? Shu savol ko'ndalang bo'lmasligi uchun yuqoridagi nazariyamizda bir gap aytildi. San'atkor birovga bir narsa o'rgatmog'i uchun o'zi biron narsa bilishlari shart emas. San'atkor bilan shoir g'ayrishuuriy tarzda o'rgatishadi. Men juda ajoyib san'atkor va shoir hisoblanardim.
Shuning uchun ham g'oyat tabiiy bir tarzda bu nazariyani o'zlashtirib oldim. Men shoirman, san'atkorman, o'zim nimani o'rgatayotganimni bilmagan holda asar yozib, odamlarga o'rgataman. Buning uchun menga qalam haqqi berishadi. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda, turar joyim soz, ayollar bisyor, ulfatlarim joyida, xullas shuhratim yuksak. Bundan kelib chiqadiki, men o'rgatgan narsa juda yaxshi ekan. Poeziyaning ahamiyati va hayotning rivojlanishiga bo'lgan bu ishonch iymon edi va men uning muhiblaridan biri edim. Bu iymonning muhibi bo'lish qulay va yoqimli edi. Shu ahvolga, shu iymonga sajda qilib, uning chinligiga shak keltirmay ancha yashadim. Ammo 2 yil o'tgach va ayniqsa bunday hayotimning 3-yili boshlangach, bu iymonning benuqsonligiga shubha qila boshladim va uni tadqiq qilishga kirishdim. Menda shubha tug'ilishiga turtki bo'lgan birinchi omil shu bo'ldiki, bu iymonning muhiblari hamma vaqt ham o'zaro ittifoq emasdilar. Ba'zilar deyishardi, biz eng yaxshi va eng foydali ustozlarmiz, biz kerak narsani o'rgatamiz, boshqalar noto'g'ri o'rgatishadi va boshqalari esa shunday deyishadi. Yo'q, biz chin ustozmiz, sizlar noto'g'ri o'rgatasiz. Shunday deb ular bir-birlari bilan bahsga kirishadi, tortishadi, so'kinishadi, bir-birlarini aldaydi, bir-birlariga makkorlik qilishadi. Bundan tashqari ularning orasida shunaqa odamlar ham ko'p ediki, ular kim haq-u kim nohaqligini o'ylab ham o'tirishmasdi. Balki bizning shu faoliyatimizdan foydalanib, o'zlarining g'arazli niyatlariga osongina erishardilar, qo'yardilar. Bularning hammasi meni iymonimizning chinligiga shak keltirishga majbur qildi. Bundan tashqari yozuvchilik iymonining chinligiga shubha paydo bo'lgandan keyin uning muhiblari hayotini sinchiklab kuzata boshladim va amin bo'ldimki, bu iymonning deyarli hamma muhiblari yozuvchilar, vijdonsiz odamlar ekan. Ularning ko'pchiligi yaramas odamlar ekan. Ularning 2 pulga arzimaydigan kaslar desa ham bo'ladi. Ular avvalgi bebosh hayotimda, harbiy hayotimda uchratgan odamlarning ko'pidan tuban turadi. Lekin ular juda ham o'zlariga bino qo'ygan va o'z-o'zlaridan benihoya mamnun odamlar. Faqat avliyolargina o'z-o'zlaridan shunaqa mamnun bo'lishlari mumkin yoki avliyolik nimaligini bilmaydiganlargina shunaqa bo'lsalar ehtimol. Men odamlarni yomon ko'rib qoldim. O'zimdan ham ko'nglim qoldi. Shunda angladimki, bu iymon yolg'on. Ammo g'alati joyi shundaki, bu iymonning yolg'onligini tushunib, undan yuz o'girganimdan keyin shu odamlar tomonidan menga berilgan rutbadan, san'atkor, shoir, ustoz rutbasidan yuz o'girmadim. Go'llik bilan o'ylabmanki, men shoirman, san'atkorman, binobarin o'zim nimani o'rgatayotganimni bilmagan holda hammaga aql o'rgataveraman. Shunday qildim ham. Bu odamlarga yaqin bo'lib, men yangi bir gunoh orttirdim. Menda mutakabbirlik juda avj olib ketdi. Nima o'rgatayotganimni bilmagan holda odamlarga aql o'rgatishim zimmamdagi burchimdir, degan majnunona ishonch paydo bo'ldi. Endilikda o'sha zamonlarni esga olarkanman, o'zimning o'sha paytdagi kayfiyatimni va o'sha odamlarning bunaqa odamlar hozir ham behisob kayfiyatini xotirlarkanman, ham kulgim keladi, ham yig'lagim, ham rahmim qo'zg'aladi, ham dahshatga tushaman. Jinnixonaga tushgan odamning ko'nglidan shunaqa tuyg'ular kechsa kerak. U paytlarda biz hammamiz astoydil ishongan edikki, biz ko'p gapirmog'imiz, tinmay yozmog'imiz, yozganimizni beto'xtov chop etmog'imiz darkor. Buni qancha tez va qancha ko'p qilsak, shuncha yaxshi, chunki ularning bari insoniyat manfaatlari uchun zarur. Bizga o'xshaganlardan son mingtasi
son mingtasi bir-birini inkor etib, bir-birini so'kib, boshqalarga aql o'rgatib, tinmay yozdilar va yozganlarini chop etdilar. Shunday qilib, biz yaxshi hech narsa bilmaganligimizni payqamagan holda hayotning yaxshi degani nimayu, yomon degani nima degan eng oddiy savoliga nima deb javob berishni bilmagan holda, bir-birimizning gapimizni tinglamagan holda hammamiz yoppasiga gapira ketdik. Ammo ba'zan menga ham "Barakalla" desinlar va meni ham jinday maqtab qo'ysinlar degan maqsadda bir-birimizga ofarinlar yog'dirdik va bir-birimizni maqtab ko'klarga ko'tardik. Bu olag'ovur ichida ahyonda g'azabimiz ham to'zib turar va bir-birimizni ovozimizni bosib qichqirishga tushardik. Bu ayni jinnixonaning o'zi emasmi? Minglab ishchilar tunu kun kuchdan qolib, horib-toliqib ishlashar, millionlab so'zlarni terishar va bosishar. Pochta esa ularni butun Rossiya bo'ylab tarqatar edi. Biz esa hamon uzluksiz ravishda jazavaga tushib, o'rgatar va yana o'rgatar edik. Bu o'rgatishimizning keti oxiri ko'rinmas edi va biz yana zarda ham qilib qo'yardik. Bizning gapimizni kam tinglashyapti. Ko'p g'alati edi bu, lekin endi menga hammasi tushunarli, haqiqiy, chin yurakdan chiqqan mulohazamiz shu ediki, biz imkoni boricha ko'proq pul olishni va maqtov eshitishni imkoni boricha ko'proq pul olishni va maqtov eshitishni istar edik. Bu maqsadga erishish yo'lida biz kitob yozish va gazeta chiqarishdan boshqa hech narsa bilmas edik. Biz shu ishlarni qildik ham. Ammo shu qadar behuda ishlarni qilib turib, o'zimizni juda kerakli ulkan odamlar deb komil ishonch bilan hisoblamog'imiz uchun bizning faoliyatimizni oqlaydigan, unga biron ma'no ato etadigan mulohaza ham kerak edi. Shu sababdan biz quyidagi gapni to'qib chiqardik: mavjud narsaki bor, ularning hammasi aqlga muvofiqdir. Mavjud narsa bor, ularning hammasi aqlga muvofiqdir. Nimaiki mavjud bo'lsa, ularning hammasi rivoj topadi. Rivojlanish esa ma'rifat vositasida amalga oshadi. Ma'rifat deganimizning darajasi kitob, gazetalarning qay darajada tarqalishi bilan o'lchanadi. Biz kitob yozganimiz va gazeta chiqarganimiz uchun bizga pul to'lashadi. Shuning uchun ham biz eng foydali va eng yaxshi odamlarmiz. Agar biz hammamiz shu mulohazaga qo'shilsak, undan yaxshi mulohaza bo'lmas edi. Ammo bir odam tomonidan aytilgan bitta fikr qarshi boshqa odam har doim butunlay unga zid boshqa bir fikr aytardi. Bu esa bizni o'ylanishga majbur etardi. Ammo biz buni payqamas edik. Bizga pul to'lashardi va firqamizga mansub odamlar bizni maqtashardi. Shundoq bo'lgandan keyin bizning har qaysimiz o'zimizni haq deb hisoblardik. Endi menga ayonki, bularning bari jinnixonadagi ahvoldan sira ham farq qilmaydi. U paytlar esa men buni g'ira-shira anglardim xolos va hamma jinnilarga o'xshab o'zimdan boshqa hammani jinni deb atardim. 3-qism. Ana shu tentaklik qo'ynida men uylangunimga qadar yana 6 yil umr kechirdim. Bu vaqt ichida men xorijga borib keldim. Yevropadagi hayot va u yerdagi ilg'or, o'qimishli odamlar bilan muloqot. Shu paytgacha amal qilib yashab kelganim mukammallashuv haqidagi e'tiqodimni yanada mustahkamladi. Chunki bu yerdagi odamlar ham ayni shu e'tiqodga sig'inar ekanlar. Mendagi e'tiqod bizning davrimizdagi o'qimishli odamlarning ko'pchiligida bo'lgani kabi odatiy bir shaklga kirdi. U e'tiqod taraqqiy degan so'z bilan ifodalanar edi. U paytlarda menga bu so'zlar allaqanday ma'no anglatadigan tuyular edi. U paytlarda hali tushunmasdiki, men qanday qilib yaxshiroq yashamog'im kerak deganga o'xshash savollar girdobida iztirob chekayotgan har qanday odam kabi taraqqiyga muvofiq yashamoq kerak deb javob berarkanman. To'lqinlar yuzida shamol har tomonga sudrayotgan qayiqqa tushib qolgan odam yo'l bo'lsin degan uning
uchun yagona va asosiy savolga javob berish o'rniga allaqayoqqa yelib ketib boryapmiz degandek bo'lgan ekanman. U paytlar hali buni payqamagandim. Bizning davrimizda hayotni tushunib yetmagan odamlar ana shu umumiy xurofot qobig'iga burkanib oladilar. Ahyon-ahyonda aqlim bilan emas, tuyg'ularim bilan bundan norozi bo'lib qo'yardim. Masalan, Parijda bo'lgan vaqtimda qatl manzarasini ko'rdim. U mendagi taraqqiy e'tiqodining zamini bo'sh ekanini sezib qoldim. Qatl qilingan odamning kallasi tanasidan judo bo'lib, ikkovi ham gupillab qutiga tushganday bo'lganini ko'rib, aqlim bilan emas, butun vujudim bilan angladimki, mavjud narsaning aqlga muvofiqligi va taraqqiyot haqidagi hech qanday nazariya bu ishni sira oqlayolmaydi. Agar dunyodagi hamma odamlar qandaydir nazariyalarga amal qilib, dunyo yaratilgandan beri shuni zarur deb hisoblab kelgan ekanlar, men bilamanki, bu kerak emas, bu yomon ish. Shuning uchun nima narsa yaxshi-yu, nima narsa zarur ekanini odamlarning gap so'zi-yu qilig'lari emas, taraqqiyot emas, balki men yuragimning amriga ko'ra belgilayman. Taraqqiyot degan narsa xurofiy e'tiqod qo'yishning hayot uchun kifoya emasligini anglashimga sababchi bo'lgan yana bir voqea katta akamning o'limi bo'ldi. Dono, bag'rikeng, jiddiy odam edi u. U juda yosh paytida kasalga chalindi. Bir yildan ortiqroq azob tortib va qiynalib nimaga yashaganini tushunmay va nega vafot etayotganiga yanada kamroq aql yetib, olamdan ko'z yumdi. U qiynalib, uzula-uzula jon taslim qilayotgan kezlarda hech qanaqa nazariya bu savollarga na menga, na unga javob beroldi. Ammo bunday shubhalar ahyon-ahyondagina yuragimni chulg'ab olardi. Aslida esa men taraqqiyot haqidagi e'tiqodga ixlos qo'yib yashashda davom etardim. Hamma narsa rivojlanyapti, men ham rivojlanyapman. Nima uchun hamma bilan birga men ham rivojlanyapman? Keyinchalik ko'ramiz. O'sha paytlardagi e'tiqodimni shunday deb ifodalasam bo'lar deyman. Ya'ni takrorlaymiz. Hamma narsa rivojlanyapti, men ham rivojlanyapman. Nima uchun hamma bilan birga men ham rivojlanyapman? Keyinchalik ko'ramiz. O'sha paytlardagi e'tiqodimni shunday deb ifodalasam bo'lar deyman. Xorijdan qaytganimdan keyin men qishloqda istiqomat qila boshladim va dehqon bolalari o'qiydigan maktabda dars berdim. Maktabdagi mashg'ulotlar menga juda manzur bo'ldi. Chunki ularda adabiy ustozlik faoliyatida men uchun ayon oshkor bo'lib qolgan, xo'p jonimga tegib ulgurgan yolg'on yo'q edi. Bu yerda ham men taraqqiyot yo'lida jonbozlik qildim, biroq endi men taraqqiyotning o'ziga tanqidiy munosabatda bo'lib qolgandim. Men o'zimga o'zim dedimki, ba'zi bir hodisalarda taraqqiyot noto'g'ri sodir bo'lgan. Endilikda ibtidoiy odamlarga, dehqon bolalarga batamom erkin munosabatda bo'lmoq kerak. Ularga o'zlari xohlagan taraqqiyot yo'lini tanlab olishni taklif qilmoq lozim. Vaholanki men hamon o'sha hal qilib bo'lmaydigan bitta masala atrofida aylanayotgan ekanman. Bu masala nimaga o'rgatayotganingni bilmay turib birovga aql o'rgatish edi. Nega desangiz, men ko'rdim. Hamma har xil narsani o'rgatar ekan va nima o'rgatayotganlarini o'zlari uchun ham qorong'i ekanini o'zlaridan yashirmoq uchun bir-birlari bilan bahslashib yotishar ekan. Men o'ylaymanki, shu zahotiyoq dehqon bolalari bilan birgalikda bu qiyinchilikni bartaraf qilish mumkin. Buning uchun bolalarga o'zlari xohlagan narsani o'rgatish kerak. Endilikda ko'nglimga kelgan o'sha noma'qul
chilikni amalga oshirmoq uchun qanchalik o'lib tirilganimni eslasam kulgim qistaydi. Shuning uchun noma'qulchilikni men ularga hech qanaqa kerakli narsani o'rgatolmasligimni ich-ichimdan yaxshi bilardim, chunki nima kerakligini o'zim ham bilmasdim. Maktabda bir yilcha dars berganimdan keyin yana xorijga jo'nadim. Bu gal maqsadim xorijda o'zi hech narsani bilmagan holda boshqalarga qanday ta'lim berishning yo'llarini o'rgatmoq edi. O'zimga shunday tuyuldiki, men xorijda buni o'rganib oldim va xorijning bu boradagi jamiki donoligi bilan qurollangan holda dehqonlar ozodlikka chiqqan yili Rossiyaga qaytdim va vositachilik o'rnini egallab, maktablarga savodsiz odamlarni ham o'zim nashr eta boshlagan jurnal orqali esa o'qimishli odamlarni ham o'qita boshladim. Ishlar yurishib ketgandek ko'rinar edi, lekin ko'p o'tmasdan aqlan uncha sog'lom emasligimni va bu ahvol uzoq davom etishi mumkin emasligini his qildim. Balki men o'shandayoq keyinchalik 50 yoshimda boshimga tushadigan chuqur tushkunlik dardiga giriftor bo'lardim. Meni bundan faqat bir narsa qutqarib qoldi. Hayotimning yana bir tomoni bor ediki, men hali uni totib ko'rganim yo'q edi. Hayotimning shu tomoni meni qutqardi degan umidda edim. Bu oilaviy hayot edi. Bir yil mobaynida men vositachilik bilan shug'ullandim. Maktabda dars berdim, jurnalda ishladim va haddan tashqari qiynalib ketdim. Men uchun hamma narsa ayqash-uyqash bo'lib ketdi. Vositachilik borasidagi kurashlar menga juda og'irlik qildi. Maktabdagi mashg'ulotlarimdan ham putur ketdi. Jurnaldagi mavqeim o'zimga juda yomon ko'rinib qoldi. Bularning barchasiga sabab hamon o'sha edi. Nima ta'lim berishni bilmagan holda nima ta'lim berishni bilmagan holda hammaga ta'lim bermoqchi, aql o'rgatmoqchi bo'lardim va buni hammadan hammadan yashirmoqni istardim. Ya'ni nima ta'lim berishni bilmagan holda hammaga ta'lim bermoqchi, aql o'rgatmoqchi bo'lardim va buni hammadan yashirmoqni istardim. Shu tufayli men jismonan emas, ruhan xastalikka chalinib qoldim. Shunda hammasiga qo'l siltadim-da, toza havoda nafas olish, to'yib qimiz ichish va vahshiyona bir tarzda hayot kechirmoq uchun cho'lga boshqirdlar huzuriga yo'l oldim. U yerdan qaytib kelib uylandim. Baxtiyor oilaviy hayotning yangi sharoiti meni hayotning umumiy ma'nosini izlash borasidagi har qanday xatti-harakatlardan butunlay qaytardi. Bu vaqt mobaynida butun diqqat-e'tiborim oilamga, xotinimga, bolalarimga qaratildi. Shuning uchun tirikchilik yo'lida tuzukroq mablag' topish tashvishlari birinchi o'ringa chiqdi. Kamolotga intilish o'rnina avvalroq umuman taraqqiyotga intilish egallagan edi. Endi uning o'rniga to'g'ridan-to'g'ri oilamning ahvolini baqadri imkon yaxshilash ishtiyoqi paydo bo'ldi. Shu ahvolda yana 15 yil o'tdi. Men yozuvchilikni hech narsaga arzimaydigan behuda ish deb hisoblasam-da, bu 15 yil mobaynida yozishda davom etdim. Men endi yozuvchilikning mazasini tushunib qolgandim. Arzimagan mehnat uchun olinadigan jaraq-jaraq qalam haqiga qarsaklaru ofarinlarga mazaxo'rak bo'lib qolgandim. Shuning uchun damimni ichimga yutib, ulardan moddiy ahvolimni yaxshilash vositasi sifatida foydalanishda davom etdim va ular yordamida hayotim va umuman hayotimning ma'nosi to'g'risidagi ko'nglimdagi har qanaqa savollarning unini o'chirishga harakat qildim. Bu kezlarda kamina uchun yagona haqiqat bor edi. Shunday yashaginki, buning oqibatida o'zing, oilang bilan birga huzur-halovatda hayot kechir. Imkon boricha farog'atda yasha. Yozgan asarlarimda ham shunday ta'lim berdim.
Shu ahvolda yashashda davom etdim, ammo bundan 5 yilcha muqaddam g'alati holatlarni kechira boshladim. Avvaliga bir necha daqiqa davomida hayotim to'xtab qolayotganday, dovdirab qolayotganday bo'lib qoldim. Go'yoki qanday yashashim kerakligini, nima qilmog'im kerakligini mutlaqo bilmasdim. Bunday hollarda esankirab, tushkunlikka tushib qolardim, ammo bu o'tib ketardi va men avvalgiday yashashda davom etaverardim. Keyin bu dovdirash daqiqalari tez-tez takror bo'la boshladi. Bu har gal bir xil shaklda sodir bo'lardi. Hayotning bunday to'xtab qolishlari har gal bir xil. Nima uchun? Xo'sh, keyinchi degan savollarda ifodalanardi. Avvaliga menga shunday tuyuldiki, bular maqsadsiz, noo'rin berilgan savollar. Nazarimda bularning hammasi ma'lum gaplar edi. Agar vaqti-soati kelib, ularni hal qilish bilan shug'ullanadigan bo'lsam, bu ish men uchun sira qiyin bo'lmaydi. Faqat hozir bu bilan shug'ullanishga ortiqcha vaqtim yo'q. Kerak bo'lganda ularning hammasiga javob topa olaman. Biroq savollar ustma-ust qalashib yig'ilaverdi. Borgan sari qat'iyroq tarzda ularga javob talab qilinaverdi va ustma-ust bir nuqtaga tushgan kabi bu javobsiz savollar birlashib kattakon bir qora dog'ni tashkil qildi. Odamzod. Odamzod dardi bedavo bir dardga chalinadigan bo'lsa, odatda shunday bo'ladi. Avvaliga xastalikning arzimas belgilari namoyon bo'ladi. Bemor ularga e'tibor bermaydi. Keyin bu belgilar takror uchrayveradi va bora bo'lmaydigan bitta yaxlit dardga aylandi. Dard kuchaygandan kuchaydi va bemor biror tadorikni ko'rib ulgurmay anglaydiki, u oddiy xastalik deb qabul qilgan narsa uning uchun dunyodagi eng muhim narsa ekan. Bu ajal ekan. Men ham xuddi shuni boshimdan kechirdim. Angladimki, bu tasodifiy xastalik emas, balki boshqa juda muhim bir narsa. Modomiki bir xil savollar takror ko'ndalang bo'laverayotgan ekan, ularga javob bermoq kerak. Shunda ularga javob berishga unnab ko'rdim. Savollar juda jo'n, bolalarnikiga o'xshagan bema'ni savollarga o'xshardi. Ammo ularni hal qilishga urinishim bilanoq shunga amin bo'ldimki, birinchidan, ular bolalarning savoli emas, behuda emas, balki hayotdagi eng muhim va eng teran savollar ekan. Ikkinchidan, har qancha boshimni qotirmay, ularni sira ham hal qilolmayman. Samaradagi mulkim bilan shug'ullanishdan avval, o'g'limning tarbiyasiga kirishmoqdan, qo'lga qalam olib kitob yozishga o'tirmoqdan avval bularning hammasini nima maqsadda qilmoqchi ekanimni bilmog'im kerak. Nima maqsadda ekanini bilmagunimcha hech narsa qilolmayman. O'sha kezlarda xo'jalik haqidagi fikrlar juda ham fikru zikrimni band etgandi. Bir kuni shu o'ylar ichida bir fikr miyamga keldi. Xo'p, yaxshi, Samara gubernasidan sening 6,000 botmon yering, 300 bosh yilqing bo'lsin. Xo'sh, keyinchi? Mening juda ham boshim qotib qoldi. Undan nari nima deb o'ylashimni ham bilmay qoldim. Yoki bolalarni qanday tarbiyalayotganim haqida o'ylay boshlashim bilanoq o'zimga nima uchun derdim. Yoki xalq qanday qilib farovonlikka erishmog'i mumkinligi to'g'risida mulohaza yuritganimda to'satdan o'zimga o'zim mening nima ishim bor deb yuborardim. Yoki mening asarlarimni qanday shon-shuhratlar kutayotgani haqida o'ylasam, o'zimga o'zim bunday derdim. Xo'p, yaxshi, sening shuhrating Gogolnikidan
Pushkinnikidan, Shekspirnikidan, Molyernikidan, dunyodagi jamiki yozuvchilardan ham ortiqroq bo'ladi. Xo'sh, nima bo'ldi? Inya inna innayn indan keyinchi? Bu savolga javob topolmay tinmay tilimni tishlab qolardim. Hayotim 4-qism. Hayotim to'xtab qoldi. Men nafas olishim, ovqat yeyishim, suv ichishim, uxlashim mumkin edi. Nafas olmasam ham, ovqat yemasam ham, suv ichmasam ham, uxlamasam ham bo'laverar edi. Lekin baribir hayotim to'xtab qolgandi. Negaki menda qondirsam, aqlga muvofiq ish qilgan bo'laman deb hisoblaydigan bironta xohish qolmagandi. Agar men biror narsani xohlab qolsam, avvaldanoq bilardimki, uni qanoatlantiramanmi yoki yo'qmi, baribir bundan hech narsa chiqmaydi. Agar biror sehrgar farishta kelsayu menga hamma istaklarimni bajo keltiraman desa, men unga nima deyishimni bilaman. Bilmagan bo'lardim. Agar shirakayf vaqtlarimda ko'nglimdan istak emas, yo'q, avvalgi kuni kelgan istaklarning qoralamasi ko'rinib qolsa, sog' daqiqalarimda bilamanki, bularning bari ro'yo, istaydigan narsalarning o'zi yo'q. Hatto haqiqatni bilishni ham istamay qo'ygandim. Haqiqat nimada ekanini sezib turardim. Haqiqat shunda ediki, yashashda hech qanday ma'no yo'q edi. Men go'yoki yashab turib, yurib, bir tubsiz jarlik bo'yiga kelib qolganday va oldinda halokatdan boshqa hech narsa yo'qday edi. To'xtash ham mumkin emas, orqaga qaytib ham bo'lmaydi. Oldinga yolg'on hayot va yolg'on baxtdan o'zga chinakam iztiroblar va chinakam o'limdan, ya'ni ya'ni to'la tugal mahv bo'lishdan boshqa hech narsa yo'qligini ko'rmaslik uchun ko'zni yumib ham bo'lmaydi. Hayot ko'nglimga urdi. Allaqanday yengib bo'lmaydigan bir kuch meni bir amallab undan xalos bo'lishga unday boshladi. Men o'zimni o'zim o'ldirish istagi paydo bo'ldi deb aytolmayman. Meni hayotdan xalos bo'lishga chorlayotgan kuch xohishdan ko'ra kuchliroq, to'laroq, umumiyroq edi. Bu kuch avvallari menda jo'sh urgan yashash istagiga o'xshardi, faqat unga teskari yo'nalishga ega edi. Men butun kuchim bilan hayotdan mosuvo bo'lishga intilardim. Avvallari hayotni yaxshilash haqidagi fikrlar ko'nglimga qanchalik tabiiy kelgan bo'lsa, endi o'zimni o'ldirish haqidagi fikr ham shunaqa o'z-o'zidan keldi. Bu fikr shunchalar jozibador ediki, shoshib-pishib uni amalga oshirib qo'ymaslik uchun men o'zimga nisbatan ba'zi bir chora-tadbirlarni ko'rmakka majbur bo'ldim. Men faqat bir boisdangina shoshilmaslikni ixtiyor etdim. Kalavaning uchini topmoq uchun hamma harakatni qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Kalavaning uchini topolmasam, bu ishni qilishga hamma vaqt ulguraman dedim o'zimga o'zim. Men baxtli odam ekanman-da, o'shanda har kuni oqshomlari o'zim yolg'iz o'tiradigan xonada tizimchani olib chiqib tashladim. Yechinayotib, bexosdan ikki javon o'rtasidagi to'singa o'zimni o'zim osib qo'ymay dedim. Chunki tepkini bir bosish bilan odam osongina hayotdan mahrum bo'ladi qoladi. Shunga laqqa uchmay dedim. Nima istashimni o'zim ham bilmay qolgandim. Bir tomondan hayotdan bezib qolgandim. Undan xalos bo'lishni istardim va ayni chog'da undan yana nimadir umidvor edim. Bu voqealar boshimga tushgan kezlarda men har jihatdan mukammal baxt egasi deb hisoblashim kerak edi. Ya'ni men hali 50 yoshga to'lganim yo'q edi.
Mening oliyjanob ayolim bor edi. U meni sevardi. Men uni sevardim. Farzandlarim yaxshi bolalar edi. Mulkim bor edi. Men sira harakat qilmasamda u o'sib, gullab-yashnab yotardi. Yaqinlarim va tanishlarim meni hurmat qilishar, begonalar meni avvalgiga qaraganda o'n chandon ortiqroq maqtashar va hech qachon hech qanday zo'rma-zo'rliksiz o'zimni mashhur odamman deb hisoblasam bo'laverardi. Buning ustiga men nafaqat jismonan yoki ruhan biror xastalikka chalingandim, balki aksincha, ham jismonan, ham ruhan shunaqa baquvvat edimki, bunaqa quvvatni tengqurlarim orasida kamdan-kam hollarda uchratganman. Jismonan olganda men pichan o'rimda mushuklar bilan tengma-teng ishlay olardim. Aqliy ish bilan esa surunkasiz 8-10 soat ishlashim mumkin edi. Ishlaganda ham bunaqa zo'riqish oqibatida hech qanaqa aziyat chekmasdim. Ana shunday ahvolda men shunga keldimki, yasholmay qoldim va o'limdan qo'rqqanimdan jonimga bexosdan qasd qilib qo'ymasligim uchun o'zimga nisbatan ba'zi chora-tadbirlarni ko'rib qo'yishga to'g'ri keldi. Ruhiy holatim men uchun shunday ifodalandi. Allakim menga qarshi yomon bir bema'ni hazil qilib, menga shu hayotimni ato etgan. Men o'zimni biror kimsa tomonidan yaratilganimni tan olmas edim. Shunga qaramay bu dunyoda meni barpo eta turib allakim ustimdan yomon bir bema'ni hazil qilgan degan tasavvur men uchun eng tabiiy tasavvur shakli edi. Beixtiyor ravishda mendan shunday tasavvur paydo bo'lardi. Yuqorida allaqayerda kimdir bor. U mening oz emas, ko'p emas, 30-40 yil umrim kechirganimni, bu yillar mobaynida o'qib o'sganimni, jismonan va ruhan baquvvat tortganimni, endi esa aqlim butunlay balog'atga yetganda hayotning eng baland cho'qqisiga yetib kelganimni, bu cho'qqidan butun hayotni kaftagidek ko'rib turganimni va bu ahvolda shu cho'qqi ustida hayotdan hech narsa yo'qligini, hech narsa bo'lmaganini va bo'lishi ham mumkin emasligini aniq-tiniq anglaganim, ovsarlarcha qaqqayib turganimni ko'rib, ustimdan rosa mazax qilib kulyapti. U yana kuladi-ya. Ammo mening ustimdan kulayotgan bu allakim bormi yo yo'qmi, buning menga farqi yo'q. Menga na butun hayotimga, na undagi biron xatti-harakatimga aql bovar qiladigan hech qanaqa ma'no berolmadim. Faqat bir narsaga hayron edim. Qanday qilib hayotimning dastlabki fasllarida mening bunga aqlim yetmadiykin? Bularning bari ko'pdan beri hammaga ma'lum edi-ku. Bugun bo'lmasa ertaga sevgan odamlarim boshiga xastaliklar yog'ilib keladi, ajal g'ippa bo'g'adi, ba'zilarini olib ham ketdi. Xastaliklar u ajal mening boshimga ham tushadi va ulardan keyin qo'lansa hid bilan qurtlardan boshqa hech narsa qolmaydi. Nimaiki ish qilgan bo'lmay, ularning hammasi unut bo'ladi. Ertami, kechmi o'zimning xotiram butkul o'chadi. Shundoq bo'lgandan keyin bu sarson u ovoragarchilikning nima keragi bor? Qanday qilib odamzod bularning barini ko'rmasligi va yashashda davom etaverishi mumkin? Hammadan ham hayron qoladigan joyi shunda. Faqat sarxush holatdagina yashasang bo'ladi. Kayfing tarqashi bilan esa bularning hammasi yolg'on, o'ta behuda va bema'ni yolg'on ekanini ko'rmaslikning iloji yo'q. Ha, shunaqa bu ishning hech qanaqa kuladigan joyi yo'q. Mazax qilishning ham keragi yo'q. Bu o'ta shafqatsizlik va bema'nilikdan boshqa narsa emas. Ko'pdan beri bir sayyoh haqida sharh masalini aytib yurishadi. Sayyoh dashtu biyobonda qahru g'azabdan tutaqan yirtqichga ro'para kelib, undan xalos bo'lish niyatida sayyoh suvsiz quduqqa sakrabdi. Ammo ko'rsaki, uning tubida dahshatli bir ajdarho sayyohni yeyman deb og'zini ochib turibdi.
Sho'rlik sayyoh nima qilishini bilmay qolibdi. Quduqdan qaytib chiqay desa, qonsiragan yirtqichning zangalida halok bo'ladi. Quduqning tubiga tushsa, ajdahoga yem bo'ladi. Quduq devoridagi yoriqdan bir puta o'sib chiqqan ekan. Yo'lovchi shu putaning shoxiga ilinib, muallaq osilib qoladi. Borgan sari uning bilaklarida quvvat ketadi. Oradan ko'p o'tmay qismati tugashini, ikki tomondan uni kutib turgan xatarning biriga ro'paro kelishini his qiladi. Lekin shundoq bo'lsa-da, u butani mahkam changallaganicha osilib turaveradi. Bir mahal sayyoh osilgan holida o'girilib qarasa, bir qora, bir oq ikkita sichqon u osilib turgan butaning tevaragida baravar uymalanib tagidan kemirayotgan emish. Ana ko'p o'tmay shoh o'zidan o'zi qirsillab sinadi-yu, sayyoh ajdahoning og'ziga tushadi. Sayyoh buni ko'rib turibdi. U biladiki, muqarrar halok bo'ladi, ammo hozircha osilib turarkan, u tevarak atrofiga alanglaydi va shohning barglaridan bir nechta tomchi asal ko'radi. So'ng bir amallab uni tili bilan yalay boshlaydi. Men ham xuddi shu sayyohga o'xshayman. Men ham hayot butog'iga zo'r-bazo'r osilib turibman. Bilaman, meni parcha-parcha qilib tashlashga tayyor turgan o'lim ajdahosi kutyapti. Nima uchun men bu mislsiz qiynoqlar changaliga tushib qolganimni o'zim tushunmayman. Shunday bo'lsa-da, avvallari menga tasalli bergan asalni yalashga harakat qilaman. Lekin bu asal endi menga ortiq huzur baxsh etmaydi. Oq sichqon bilan qora sichqon, ya'ni tun bilan kun, men ushlab olgan shoxni kemirgandan kemiryapti. Men ajdahoni aniq ravshan ko'rib turibman va endi asal menga shirin tuyulmayapti. Ko'zim faqat bir narsani, muqarrar ajdahoni yu sichqonlarni ko'ryapti, xolos. Ulardan nigohimni ayirib ololmayapman. Bu esa masal emas, bu chinakam, hech qanday shubha tug'dirmaydigan va hammaga ayon bo'ladigan haqiqatdir. Avvallari yolg'on hayot quvonchlari ajdahodan taraladigan dahshatni bosib turadi. Endi bu meni ortiq aldolmaydi. Menga sen hayotning ma'nosini tushunolmaysan. Bu haqda ha deb o'ylayverma, yashayver deb har qancha uqtirmasin, men buni qilolmayman. Chunki avvallari buni ancha uzoq muddat davomida qilganman. Endilikda qarshimda yugurib ketayotgan va meni o'lim sari eltayotgan kun bilan tunni ko'rmasligimning iloji yo'q. Men faqat shuni ko'raman, negaki faqat shugina haqiqatdir. Qolgan narsalarning hammasi yolg'on. Ko'zlarimni shafqatsiz haqiqatdan boshqa narsalardan ko'ra uzoqroq vaqt mobaynida to'sib turgan anavi ikki tomchi asal esa, ya'ni oilaga muhabbat va mehnat, san'at deb atagan yozuvchilikka ishtiyoq, men uchun ortiq shirasini yo'qotdi. Oila derdim o'zimga o'zim. Lekin oila degani xotin, farzandlar, ular ham odam. Men qanday sharoitda yashasam, ular ham shunday sharoitda hayot kechiradi. Ular ham yo yolg'onga botib yashamoqlari kerak, yoki dahshatli haqiqatni ko'rmoqlari zarur. Ular nima uchun yashamoqlari kerak? Nima uchun men ularni sevmog'im kerak? Ularni avaylab, ularga g'amxo'rlik qilib o'stirib nima qilaman? Ular ham menga o'xshab tushkunlik o'tlarini qovurilsinmi yo hamoqat uchunmi? Ularni yaxshi ko'radigan bo'lsam, men ularni haqiqatni yashirolmayman. Bilish bobida qo'yilgan har bir qadam shu haqiqatga olib boradi. Haqiqat esa o'lim. San'at, poeziya, odamlarning maqtovi ta'sirida men uzoq vaqt davomida o'zimni o'zim ishontirib keldimki, bu ishni bajarsa bo'ladi. Ha, qay bir soniyada o'lim keladi. U hamma narsani, meni ham, ishimni ham, ular haqidagi xotirani ham mahv etadi. Ammo shunga qaramay, baribir u ishni bajarish kerak. Biroq ko'p o'tmay ko'rdimki, bu ham yolg'on ekan. Menga shu narsa ayon ediki, san'at hayotning bezagidir. Kitobxonni avrab, hayot qo'yniga cho'rlaydi. Ammo hayot men uchun
o'zining jozibasini yo'qotib bo'lgan. Shunday bo'lgach, qanday qilib boshqalarni avrashim mumkin? Hali o'z hayotim bilan yashay boshlamagan kezlarda begona hayot to'lqinlarida suzib borarkanman. Hali ifodalashni bilmasam-da, hayotda ma'no bor deb ishonib yurgan paytlarimda har xil tusdagi hayotning she'riyatda va san'atda aks etishi menga huzur baxsh etardi. Men san'at ko'zgusidagi hayotni tomosha qilib zavqlanardim. Ammo hayotning ma'nosini qidira boshlaganimdan keyin, o'zim yashamog'im zarurligini his qila boshlaganimdan so'ng, bu ko'zgu men uchun yo ortiqcha, keraksiz va kulgili buyumlarga aylandi, yoki menga azob bera boshladi. Ko'zguda ko'rgan narsalarim, undagi aks etgan ahvolimning bema'niligi va tushkunligi menga ortiq tasalli bermay qo'ydi. Qalbimning ich-ichida mening hayotimda ma'no bor deb ishongan paytimda bajoni dil bu ko'zgudagi narsalarni ko'rib xursand bo'lardim. U kezlarda ana shu nur soyaning o'yini hayotdagi kulguli fojiani, ta'sirli, go'zal, dahshatli narsalarning hammasi menga bir ermakday edi. Ammo hayot bema'ni va dahshatli narsa ekanini bilganimdan so'ng, ko'zgudagi o'yin meni ortiq mashg'ul qilmay qo'ydi. Tayanchim kemirayotgan sichqonlar bilan ajdahoni ko'rganimdan keyin, asalning toti men uchun sira ham totli bo'lmay qoldi. Ammo bu hali hammasi emasdi. Agar hayotning ma'nosi yo'q ekanini shunchaki tushunganimda, buni bilib xotirjam bo'lib qo'ya qolishim, ha, endi qismatim shu ekanda deb ko'nikib qo'ya qolishim mumkin edi. Ammo shuning o'zi bilan xotirjamlanib qo'ya qolmasdim. Agar bir o'rmonda istiqomat qilsam, shu o'rmondan chiqib ketadigan yo'l yo'q ekanini bilsam, yashayverishim mumkin edi. Biroq men o'rmonda adashib qolgan bir kimsa edim. U adashganini bilib, yanada tahlikaga tushadi. Bir tomonga bosh urib, yo'lni topib olgisi keladi. Har bir qadami uni yanada chalg'itayotganini yaxshi biladi. Biroq shunga qaramay, o'zini har yonga urishdan to'xtata olmaydi. Ana shunisi dahshatli edi. Bu dahshatdan xalos bo'lmoq uchun o'zimni o'zim o'ldirmoqchi bo'ldim. Boshimga tushadigan dahshatni o'ylab, benihoya dahshatga tushdim. Bu dahshat yuz beradigan halokatdan ko'ra dahshatliroq ekanini bilardim. Ammo bu dahshatni ko'nglimdan quvib chiqarishga va uning poyoni bardosh bilan kutishga majolim yo'q edi. Zulmat dahshati haddan tashqari katta edi. Men imkon boricha tezroq o'q bilan yoki sirmoq yordamida undan xalos bo'lishni istar edim. Xuddi ana shu tuyg'u meni o'z jonimga qasd qilishga hamma narsadan kuchliroq undadi. 5-qism. Yo'q, ehtimol men biron narsani ko'zdan qochirgandirman yoki biron narsani anglayolmagandirman, derdim men qayta-qayta o'zimga o'zim. Ana shu tutqunlik holati odamlarni doimo chulg'ab olgan bo'lishi sira ham mumkin emas-ku. Shu vajdan o'zimni qiynagan savollarga odamlar jamg'argan bilimlarining hamma sohalaridan javob izlay boshladim. Izlarim iztiroblar ichida uzoq davom etdi. Men shunchaki bekorchi qiziqishimni qondirish uchun bo'shashibgina izlaganim yo'q, balki halok bo'lib borayotgan odam najot izlaganiday tunu kun tish tirnog'im bilan tirishib ne azoblarga dosh berib izladim, lekin hech narsa topolmadim. Men hamma ilmlardan javob izladim va javob topolmadimgina emas, balki amin bo'ldimki, menga o'xshab ilmdan javob izlagan boshqa odamlar ham hech narsa topolmagan ekanlar. Topolmaganigina emas, balki ochiq oydin shuni e'tirof qilishganki,
Meni tushkunlikka olib kelgan o'sha narsa, ya'ni hayotning ma'nosizligini inson erishishi mumkin bo'lgan birdan-bir xulosadir. Men hamma joydan izladim. Mening olimlar dunyosi bilan aloqalarim juda yaxshi edi. Shuning uchun turli ilm sohalaridagi olimlar bilan suhbatlar qurdim. Ular faqat kitoblar orqaligina emas, jonli suhbatlarida ham mening oldimda o'z bilimlarini yashirmay to'kib soldilar. Shu tufayli va yana hayotning o'zi tufayli men hayot savoliga ilm javob berishini batafsil bilib oldim. Biroq ilm hayot savoliga bergan javobidan boshqa hech narsa deb javob berolmas ekanman. Men bunga ancha vaqtgacha sira ishonmay yurdim. Ilm ohanglari juda sipo va o'ta jiddiy. Uning ko'pgina qonun-qoidalarining inson hayotiga daxli yo'q. Ilm ularni tasdiqlash bilan ovvora. Men bularni ko'rib, anchadan beri ilm sohasiga tishim o'tmayapti, hech narsa tushunmayapman deb yurdim. Menga shunday tuyulardiki, o'zim topgan javoblar savollarimga mos kelmayotgan ekan. Bunda ilmning hech qanday aybi yo'q. Hamma gap o'zimning nodonligimda, ilmsizligimda, ammo bu ish men uchun shunchaki ermak yoxud bekorchilikdan shug'ullanayotgan ish emas. Balki hayot-mamot masalasi edi. Shuning uchun xohlamasam shunday e'tiqodga keldimki, mening hayollarim har qanday ilmning negizini tashkil qiluvchi birdan-bir savollardir. Shuning uchun bu savollarni qo'ygan bo'lsam, buning uchun men aybdor emasman, balki ularga javob berolmagan ilm aybdor. Chunki ilm shu savollarga javob beraman deb da'vo qiladi. 50 yoshimda meni o'zimga o'zim suiqasd qilishga undagan savol oddiy go'dakdan tortib donishmand qariyagacha har bir odamning qalbidan o'rin olgan eng oddiy savol edi. Lekin bu savolga javob topmasa yashab bo'lmaydi. Men buni men o'z hayotimda sinab ko'rdim. Bu savol quyidagicha turur. Men bugun qilayotgan ishdan qanday samara chiqadi? Ertaga qiladigan ishimdan-chi? Mening jamiki hayotimdan nima ma'no chiqadi? Savollari. Men bugun qilayotgan ishdan qanday samara chiqadi? Ertaga qiladigan ishimdan-chi? Mening jamiki hayotimdan nima ma'no chiqadi? Boshqacha qilib ifodalasa, savol bunday bo'ladi. Men yashab nima qilaman? Biron narsani istashimdan nima ma'no? Biror ish qilmog'imning nima keragi bor? Savolni yana boshqacharoq bunday ifodalasa bo'ladi. O'lim haq. Men albatta bu dunyodan o'taman. Mening yashashimdan shunday ma'no bormiki, mening o'limim uni mahv etolmasa? Har xil tarzda ifodalangan, aslida bir xil bo'lgan ana shu savolga men inson to'plagan turli bilimlardan javob izladim. Oqibatda shunday to'xtamga keldimki, shu savolga nisbatan olganda butun insoniyatning bilimi ikki bir-biriga zid yarim doiralarga ajralar ekan. Bu yarim doiralarning nihoyalarida bir-biriga zid ikki qutb bo'lar ekan. Ularning biri manfiy, ikkinchisi musbat, ammo na qutbda, na bu qutbda hayot masalasiga javob yo'q. Bir qator ilmlar bu savolni tan olmaydigan ko'rinadi, lekin ular o'zlari mustaqil qo'ygan savollarga juda aniq va ravshan javob berishadi. Bular tajribaga asoslangan ilmlar, ularning eng chekka nuqtasida matematika turadi. Ikkinchi qator ilmlar savolni tan olishadi, lekin unga javob berishmaydi. Ularning eng chekka nuqtasida metafizika turadi. Ilk yoshligimdan boshlaboq men ilmni aqliyaga qiziqib kelganman. Keyinchalik esa matematik ilmlar ham, tabiiy fanlar ham e'tiborimni tortdi. Men o'z savolimni oldimga aniq ravshan qilib ko'ndalang qo'ymagunimcha, bu savolning o'zi ich-ichimdan pishib o'tmaguncha va qat'iyat bilan hal qilishim talab qilmaguncha bu ilmlar o'sha savolga bergan soxta javoblar bilan qanoatlanib keldim. Tajriba sohasida o'zimga o'zim derdim.
hamma narsa rivojlanadi, tarkibiy qismlarga ajraladi, murakkablashish va mukammallashish sari boradi. Bu harakatni belgilab turuvchi qonunlar bor. Sen butunning bir qismisan. Imkoni boricha butunni bilsang, rivojlanish qonunini bilsang, shu bilan sen butunlikdagi o'z o'rningni ham bilgan bo'lasan. Men uchun har qancha hijolatli bo'lsa ham tan olmog'im kerakki, bir zamonlar shu javobdan qanoat hosil qilgan edim. Bu o'sha o'zim murakkablashib, mukammallashib borayotgan kezlarimda ro'y bergan edi. Mushaklarim chiniqib pishib borar, xotiram boyir, fikrlash qobiliyatim va idrokim ortib borardi. Men o'sib ulg'aymoqda edim va butun vujudimda shu o'sish, ulg'ayishni his qilib turardim. Tabiiyki, men o'z-o'zidan butun dunyoning qonunini ayni shuning o'zi bo'lsa kerak va hayotim savollariga javobini ham shunday topsam kerak deb o'ylagandim. Ya'ni o'z-o'zidan butun dunyoning qonuni ayni shuning o'zi bo'lsa kerak va hayotim savollariga javobni ham shundan topsam kerak deb o'ylagandim. Ammo vaqti soat kelib, men o'sishdan to'xtamadim. To'xtadim. Ammo vaqti soat kelib men o'sishdan to'xtadim. Endi ortiq o'smayotganimni, quruqshab borayotganimni his qildim. Mushaklarim zaiflasha boshladi. Tishlarim to'kila boshladi. Shunda ko'rdimki, boyagi qonun menga hech baloni tushuntirib berolmas ekan. Qolaversa, hech qachon bunaqa qonunning o'zi bo'lmagan ekan va bo'lishi ham mumkin emas ekan. Hayotning muayyan bir davrida o'zimdan topgan narsani men qonun deb yurgan ekanman. Endi men qonunni belgilashga yanada talabchanroq yondasha boshladim. Shunda menga ayon bo'ldiki, intihosiz rivojlanish qonunlarning bo'lishi mumkin emas. Ya'ni tugashsiz demoqdami? Yana shu narsa ayon bo'ldiki, intihosiz makonda va zamonda hamma narsa rivojlanadi, tarkibiy qismlarga ajraladi, murakkablashadi va mukammallashadi deyish hech narsa demaslik bilan barobar ekan. Bularning hammasi ma'nosiz so'zlar. Negaki intihosiz narsada na murakkablik, na soddalik, na orqasi, na oldi, na yaxshi, na yomoni bor. Eng muhimi esa mening shaxsiy savolim, ya'ni xohish u istaklarim bilan birga men o'zim nimaman degan savol hali ham mutlaqo javobsiz qolmoqda edi. Shunda angladimki, bu ilmlar juda qiziqarli va jozibali, ammo bu ilmlarning aniqligi va ravshanligi ularning hayot savollariga tatbiq qilinishiga teskari munosibdir. Ular hayot masalalariga qancha kam tatbiq qilinsalar, shuncha aniqroq va ravshanroq bo'ladilar. Hayot masalalarini hal qilishga qancha ko'proq harakat qilsalar, shuncha mukammalroq va jozibasizroq bo'ladilar. Agar bu ilm sohalarining hayot masalalarini hal qilishga uringanlariga, ya'ni fiziologiya, psixologiya, biologiya, sotsiologiya kabilarga murojaat qilsang, bunda kishini lol qoldiradigan fikriy qashshoqlikni, o'ta mujmallikni, hal qilib bo'lmaydigan masalalarni hal qilaman degan behuda dag'dag'alarni ko'rasan. Bunda bir mutafakkir boshqasi bilan uzluksiz qirpichoq bo'lib yotadi. Hatto bir mutafakkirning o'zini fikrlarida chigal ziddiyatlar uchraydi. Agar bordi-yu hayot masalalarini hal qilish bilan shug'ullanmaydigan ilm sohalariga murojaat qilsang, ular o'zlarining ilmiy maxsus savollariga bergan javoblarini ko'rib, inson tafakkurining qudratiga lol qolasan. Lekin oldindan bilasanki, ular hayot masalalariga javob yo'q. Bu ilmlar to'g'ridan to'g'ri hayot savollarini chetlab o'tishadi. Ular deydi, sening kim ekaning va nimaga yashayotganing to'g'risidagi savolga bizda javob yo'q va umuman biz bu bilan shug'ullanmaymiz. Ammo bordi-yu
sen yorug'lik qonunlarini, kimyoviy birikmalar qonunlarini, organizmlar rivojining qonunlarini bilmoqchi bo'lsang, mabodo sen jismlar, ularning shakllarining qonunlarini, sonlar va kattaliklar nisbatini bilmoqni ixtiyor etsang, yoxud o'z aqling qonunlarini bilishga zaruriyat tug'ilsa, bularning hammasiga bizda aniq, ravshan, shubha tug'dirmaydigan javoblar bor. Umuman tajribaga asoslangan ilmlarning hayot savoliga munosabatini bunday ifodalasa bo'ladi. Savol: men nima uchun yashayapman? Javob: cheksiz katta fazoda, cheksiz uzoq vaqt davomida, cheksiz kichkina zarralar, cheksiz murakkablikda turlarini o'zgartiradilar. Agar sen ana shu turlar o'zgarishining qonunini anglasang, nima uchun yashayotganingni ham anglab olasan. Javob deyapti. Javobni qaytaraman. Javob: cheksiz katta fazoda, cheksiz uzoq vaqt davomida, cheksiz kichkina zarralar, cheksiz murakkablikda turlarini o'zgartiradilar. Agar sen ana shu turlar o'zgarishining qonunini anglasang, nima uchun yashayotganingni ham anglab olasan. Ilm aqliyaga taalluqli ilmlar sohasida o'zimga o'zim shunday derdim: butun insoniyat ma'naviy ibtidolar va ularga rahnamolik qiluvchi ideallar asosida yashaydi va rivojlanadi. Bu ideallar dinlarda, fanlarda, san'atlarda, davlatchilik shakllarida o'z ifodasini topadi. Bu ideallar yuksalgandan yuksala boradi va insoniyat eng oliy ne'matlar sari boradi. Men insoniyatning bir bo'lagiman. Shuning uchun ham mening vazifam insoniyat ideallarini anglash va amalga oshirishga ko'maklashishdir. Men aqlim qodir vaqtlarimda shu gaplarga qanoat qilgan edim, ammo ko'nglimda hayot savoli aniq-tiniq holda ko'ndalang bo'lishi bilan bu nazariya bir zumda boshdan oyoq kunpayakun bo'ldi. Avvalo shuni aytish kerakki, bunga o'xshash ilmlarda muayyan g'irromlik bor. Ular insoniyatning kichik bir qismini o'rganish oqibatida chiqargan xulosalarini umumiy xulosalar o'rnida taqdim etadilar. Bundan tashqari, bunday qarashlarning turfa xil tarafdorlari o'rtasida insoniy ideallar nimadan iborat degan masala ustida bir-biriga zid fikrlar mavjud. Ammo eng bema'ni demaylik-u, eng g'alati shundaki, bu nazariyaga ko'ra har bir odam qarashda ko'ndalang bo'luvchi men nimaman, yoxud men nima uchun yashayapman, yoki men nima qilmog'im kerak degan savollarga javob berishdan avval inson bitta masalaga javob bermog'i lozim ekan. Bu masala quyidagicha turur: butun insoniyat bor, uning nima ekanini menga ma'lum emas. Men uning bir zarrasiman. Binobarin shu zarraning qisqagina bir muddat mobaynida hayotini bilaman. Shunga qaramay, men butun insoniyatning hayoti nimadir degan masalani hal qilib berishim kerak. Binobarin odamzod o'zining nima ekanini anglamog'i uchun uning o'zi kabi hali o'zligini anglab yetmagan ayrim odamlardan tashkil topuvchi sirli imkoniyatining nima ekanini anglab olmog'i zarur. E'tirof etmog'im kerakki, bunga ishongan chog'larim bo'lgan. U chog'lardan o'zimning sevimli ideallarim bor edi. Bu ideallar injiqliklarimni oqlar edi. O'shanda men bir nazariyani yaratish ishtiyoqida edim. Bu nazariyaga asoslanib, o'z injiqliklarim insoniyat qonuni sifatida qaramog'im mumkin bo'lardi. Ammo ko'nglimda hayot savoli butun ravshanligi bilan ko'ndalang bo'lgani hamon bu javob ham qoqilgulday to'zib ketdi. Shunda angladimki, xuddi tajribaga asoslangan ilmlardan haqiqiy ilmlar bilan bir qatorda o'zlariga tegishli bo'lmagan savollarga javob berishga
urinadigan chala ilmlar bo'lgani kabi bu sohada ham o'zlariga tegishli bo'lmagan masalalarga javob berishga harakat qilinadigan bir qator ilmlar bo'lib, ular ancha keng tarqalgan ekan. Bu sohaning chala ilmlari huquqshunoslik, ijtimoiy ilmlar, tarixshunoslik, ayrim inson masalalarini hal qilishga kirishganida u qolib ketib, har qaysi o'ziga xos tarzda butun insoniyat hayotining masalalarini hal qilishga kirishib ketadilar. Ammo tajribaga asoslangan ilmlar sohasida qanday yashamog'ing kerak deb chin yurakdan so'raydigan odam cheksiz makonda, cheksiz zamonda, cheksiz murakkablik bilan sodir bo'ladigan cheksiz zarralar o'zgarishini o'rgangan, shundan shunda sen o'z hayotingni anglaysan degan javobga qanoat hosil qilolmaydi. Xo'p, so'raydi, deb chin yurakdan so'raydigan odam cheksiz modda, cheksiz zamonda, cheksiz murakkablik bilan sodir bo'ladigan cheksiz zarralar o'zgarishini o'rgan. O'rgan. Shunda sen o'z hayotingni anglaysan degan javobga qanoat hosil qilolmaydi. Xuddi shunga o'xshash samimiy odam biz insoniyatning na ibtidosini, na intihosini bilamiz. Biz uning kichik bir qismini ham bilolmaymiz. Lekin sen ana shu insoniyatni yaxlit olib, uning nimaligini angla. Shunda o'zingning kimligingni anglab olasan degan javobga ham qanoat qilolmaydi. Xuddi tajribaga asoslangan chala ilmlarda bo'lgani kabi, bu chala ilmlar ham o'z vazifalaridan nechog'lik chalg'ib ketsalar, ulardagi mujmalliklar, chalkashliklar, bema'niliklar va ziddiyatlar shunchalik ko'payib boraveradi. Tajribaga asoslangan ilmning vazifasi moddiy hodisalar o'rtasidagi sababiy izchillikni o'rganishdir. Ammo bu ilm hodisalar orasidagi eng so'nggi sababiy masalasini qo'yish bilan bema'ni bir hol yuzaga keladi. Ilm aqliyaning vazifasi hayotini besababiy mohiyatni idrok etishdir. Unda ham hodisalarni ijtimoiy, tarixiy deb ajratib olib, ular orasidagi sababiy aloqalarni tadqiq qilishga kirishish bilan bema'ni bir vaziyat yuzaga keladi. Tajribaga asoslangan ilm o'z tadqiqoti doirasiga eng pirovard sababni kiritmagan taqdirdagina ijobiy samara beradi va inson aqlining ulug'vorligini namoyish etadi. Va aksincha, ilmi aqliya sababiy aloqalarning muntazamligi haqida masaladan mutlaqo yuz o'girib, insonni pirovard sababga nisbatan olib tadqiq qilgandagina haqiqiy fan bo'ladi va inson aqlining ulug'vorligini namoyish etadi. Bu sohadagi ilm, ya'ni yarim doiraning qutbini tashkil qiluvchi metafizika yoxud ilmi aqliya, falsafa ana shunaqa. Bu ilm bitta masalani aniq ravshan qo'yadi: men va butun dunyo nima? Men nima uchun yashayapman-u dunyo nima uchun mavjud? Bu ilm vujudga kelganidan va jamiki mavjud narsadagi hayotning mohiyatini g'oya deydimi, substansiya deb ataydimi yoki ruh, iroda deb belgilaydimi, baribir bitta gapni aytadi: bu mohiyat mavjud va men o'sha mohiyatni tashkil qilaman. Biroq u aniq mutafakkir bo'ladigan bo'lsa, bu mohiyatning nima uchun kerakligini bilmaydi va bu savolga javob bermaydi. Men so'rayman, bu mohiyatning borligi nimadan? Bu mohiyat mavjud bo'lsa va kelgusida ham bo'lsa, bundan nima kelib chiqadi? Falsafa nafaqat bu savolga javob bermaydi, balki o'zi ham qo'shilishib so'raydi. Agar u chinakam mega falsafa bo'lsa, uning butun ishi shundan iborat bo'lmog'i kerakki, u shu masalani aniq tiniq qo'ymog'i kerak. Agar u o'z vazifasiga qattiq rioya qiladigan bo'lsa, men nimaman va butun dunyo nima degan savoliga hamma narsa va hech narsa deb, dunyo nechun mavjud va men nimaga yashayapman degan savolga bilmayman deb javob berishdan o'zga iloji bo'lmas edi.
Shunday qilib, falsafaning ilmi aqliya borasidagi javoblarini harchand aylantirib ko'rmaylik, men ulardan javobga o'xshagan hech narsa topolmayman. Buning sababi nima bo'lsaykin, albatta tajribaga asoslangan fanlardagi kabi javob savolimga taalluqli bo'lmay qolganidan bo'lmasa kerak. Yo'q, bu o'rinda hamma aqliy faoliyat mening savolimga javob topishga qaratilgan. Lekin shunda ham javob berilmadi. Negaki javobning o'zi yo'q. Shuning uchun javobning o'rnida yana o'sha savolning o'zi ko'ndalang bo'laveradi. Faqat har gal yangi, murakkablashgan shaklda.